energiya va vaqt talab etiladi. Ya'ni har qanaqa sizda qaytalanayotgan jarayonlar asosan bizada o'sha joyda noto'g'ri o'zimizda asosan o'sha joyda bir xil harakatni bajaramiz, bir xil reaksiyani bajaramiz, bir xil emotsiyani yashaymiz va o'sha joyda har doim bizda javobgarlik yo'qligi uchun ham biz bitta siklda aylanib yuramiz. Ya'ni bizda har bir inson ongi, agar inson ongini uyg'onish ketayotgan bo'lsa, sansara krugi degani va karma hayot deganim aynan budizmda просто sansara krugi deyiladi, ya'niki charxpalak deylik. Ya'ni bizda bitta siklda aylanib yuraverishimiz sansara degan doira deyiladi va o'sha doiradan chiqish uchun bizda har birimizda hozirgi kunda aktivno bu amalga oshayotgani uchun aynan o'sha sansara bizda doiramizda har birimizda bunaqa sikl bor, ya'ni yashash hayoti. O'sha hayot yakunlanmagunicha siz o'sha doirani ichida aylanib yuraverasiz. Ya'ni bu doirada aylanganingiz siz qanchadir muddat buni hal qilasiz va o'sha hal qilganingizdan so'ng oxirigacha, ildizigacha, prям ildizigacha bu narsa o'zgarmaguncha sizda bu vaziyat qaytalanib kelaveradi. Ya'ni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, kichkinaligimizda bizda kimningdir holatda bizga yoqmagan, примерно deylik. Masalan, baqiradigan ayollarni holati deylik. Baqiradigan ayollarni holatini yoqtirmadik, biz bu narsani qabul qilmadik va u bizlarni hayotimiz davomida faqat baqiradigan ayollar ketma-ketlik kelaveradi. Bu birinchi onamiz bo'lishi mumkin, keyin o'qituvchimiz, bundan keyin yana kimdirlarda qaynona, ya'ni bir xil ssenariy. Har doim sizga baqirishadi примерно da. Va siz o'sha doirani orqasida aylanib yuraverasiz. Ya'ni siz o'sha paytda qabul qilinmadi, o'sha jarayon to'g'ri qabul qilinmadi. O'sha joyda muhokama uyg'ondi. Muhokama uyg'ongandan so'ng bu narsani siz o'sha sevgi holatiga kelmaguningizga qadar sizda bu holatni ko'rsatadigan insonlar o'zgarib borsa ham, lekin o'sha bizning psixikamizda qabul qilinmagan jarayon ongimizda ushlanib qoladi va u bizga o'sha avtomatik ravishda o'sha xotirani aktivlashtirish natijasida bizda o'sha holatni namoyon qilaveradi. Ya'ni siz agar hayotingizda qanaqadir vaziyat anchadan beri takrorlanayotgan bo'lsa, demakki siz o'sha joyda faqatgina kimnidir ayblayapsiz, kimnidir muhokama qilyapsiz o'sha vaziyatda va javobgarlikni ola olmayapsiz. Bu asosiy eng katta faktorlar. Ya'ni javobgarlik bu insonni aynan u yaratayotganini tan olish. Ya'ni har qanaqa vaziyat faqat man orqali yaratiladi. Ya'ni asosan bizga triggerli vaziyatlar berilayotgan bo'lsa, o'sha joyda qanaqadir og'riq, nafrat, g'azab holatini berayotgan bo'lsa, demakki o'sha joyda bizda qabul qilinmagan, ya'ni bizani o'sha joyda qabul qilinmagan kuchimiz bo'lgani uchun u faqat bizga qaytalanib har xil ko'rinishda kelaveradi. Shuning uchun eng asosiy narsa bu, birinchi asosiy bizga kalit bu sizda o'sha yaratuvchi siz ekanligingiz. Ya'ni sizni dunyoyingizni faqatgina siz orqali yaralayotganingiz. Ya'ni bizda xuddiki ongimiz kompyuterga o'xshagan dastur deb hisoblasak, va ongimizdagi asosiy bizdagi dasturlar, iqrorliklar, o'y-xayollar, o'sha payt yoshligimizda noto'g'ri qilingan xulosalar, hamma narsa o'sha momentda noto'g'ri qilingan xulosalar, u bizga o'sha dasturni xuddiki как вспышкаga o'xshab, ya'ni yondirib turadi. Ya'ni bizda mashinada zavодить qiladigandek xuddi shunaqa bizda yondirib turishadi. Ya'ni o'sha fragment, ya'ni sizda atrofingizda namoyon bo'lishi boshlaydi. Va u asosiy xotira, ya'ni o'sha joyda qabul qilinmagan dastur xuddiki sizga kurkka o'xshab aylantirib, xuddiki lentani namoyon qilgandek siz hayotingizni namoyon qilaveradi. Shuning uchun bizlarni har birimiz har qanaqa og'riqli vaziyat bo'lsa ham, qanaqadir vaziyat bo'layotgan bo'lsa ham, sizga razdражение, qanaqadir hissiyotlar berayotgan bo'lsa, demakki o'sha joyda birinchi navbatda, ya'ni siz o'sha vaziyatni siz yaratayotganingizni tan olish. Bizda inson ongida faqat bo'lish mavjud. Inson ongi faqat bo'ladi, u qildi degan fikr beradi, lekin yaratuvchi ongida u yo'q. Faqatgina siz va sizni proyeksiyalaringiz. Ya'ni bizda agar eshitgan bo'lsangiz, har birimiz oynamiz degan fikr, oynamiz oynadek bizga ko'rsatiladi degan oldingi fikrlar bor. Ya'ni
har bir inson bir-biriga oyna deyiladi. Ya'niki sizni asosiy og'riqlaringizni faqatgina o'sha tashqaridagi olamdagi insonlar sizga ko'rsatib beradi. Ya'ni siz bu hayotga, har birimiz faqatgina bu hayotga nimadirni yashab, anglab, to'g'ri xulosa qilib va o'sha joyda sevgini yaratishga kelganmiz.